CIA yaqında şu bir Xitoycha sin e'lon qilib, Xitoyni rasmiy zangli qildi hamdi. Xitoy amaldorlarini rasmiy shu Amerikaga maxfiy uchur yo'llash, qanday qutulish, uning oilasi hammasini qo'g'daydiganligini bildirib, rasmiy hamda bu normalde başka devletler oturursa bunda bir iş yapılsa, mesela Türkiye'ye qilish mümkün emas qo'yamdi. Bunda uçuk aşkarı videonu e'lon qilib, istihbaratın CIA'dan başka John Ratcliffe'mi bu sizlerin tarixçi maqsadini uçuk aşkarı diyalash degandek bu masalalarni ham qanday qaraysiz yani bunga? Bunun foizi bo'lg'achqa biz buni bu butun Xitoyninki barliq to'sqinliklarini eshib o'tib nishonlagan yerlarga bordiganligiga ishonamiz deb so'zlayotgandim deb. Bundaq bir narsadan chiqishi qanday qaraysiz yani? Xitoy chiqishib albatta bu rasmiy bir beshamlik bu degandek nimalarni e'lon qildim deb. CIA Xitoy hakkında bazı tedbirler, bazı siyasetler kingi 20 yılda ne qitim qildi. Bu da ki bu xil qilishi siz tushundirgandek bir xil siyasetdek ko'rdim. Yani bir istihbaratning qoidasi emas, bir siyasetning qoidasi bilan ilib berayotgandek. Undaqda CIA'nın ki başka bir məqsədi var deb o'ylayman. Ma'ni ko'rsatib turib, başka bir məqsədga erishmoqchi. Birilerini qo'rqitmoqchimi, birilariga uchur bermoqchimi, birilariga bir pozitsiyasini bildirishmi degandek başka sebeplarmi bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Shuningga bu bundaq ahvol, yani hozir siz bergan misol vaqtincha bir mesele deb o'ylayman. Yani qisqa bir vaqtning ichida paydo bo'lib, taraqqiy qilib, oxiri yo'qolib ketishi mumkin. Chunki istihbarat tashkiloti bunda ishlamaydi. Bunda harakat qilmaydi-da. Buni siyosiyonlar istihbarat ma'lumotga tayinib turib, bunda e'lon qilgan bo'lsa, o boshqacha bo'ladi. Ama istihbarat teşkilatının beşideki adam bunlar deganiki bir başka bir məqsədi buluşu mümkün deb o'ylayman. Xo'sh. Xo'sh. Adam Xitoy poraxo'rlik, Xitoyninki har xil zat ovozini chiqarmayotgan nurg'un amaldorlarning bu butunlay bunda qanday yo'lni mengishini bunda tafsiliy holatda yo'l ko'rsatib berishi nurg'un ma'lumotlarni endi setib bo'lsin bu Xitoydan bu kommunistlardan qutlay deb ovozini chiqarmayotgan. Hozir bu ahvol Amerikada pek bu nima bor narsa bu. Hozir deyilganlarcha Amerikada 17 istihbarat teşkilatı var. Bularninki ko'pi shu mayli siyosiy, iqtisodiy, jamiyat hatta Xitoy o'quvchi o'quvchilarni ta'qib qilgan nurg'un istihbarat teşkilatı var. Bu teşkilatlar abaqi degan ma'lumotni zaten ilyotidi ve bazı ma'lumotni o'zininki Xitoydagi shpionning vasitasi bilan yetkazib beryotidi zaten. Bunu teshib uch qochkar deyish başka bir sebeple buluşum mümkün mü degandek bir o'yga selyapti. Bo'lmasa qilyotidu hozirda. Misolga Amerika ovozi deyli, shunga o'xshaydigan nurg'un shunday radiolarma davomli biz sizlarga munda program nima biz bilan munosabat qursangiz sizlarga munda program yo'llaymiz. Bu program bilan Xitoyninki to'saqliqdan dunyoga chiqa olasizlar. Deb o nur her zaman yinlab turdi buni. Shuningga o Xitoyning ichida nurg'un Xitoylar, amaldorlar, bular shu tam atlash programni tushiriblar dunyo bilan aloqa qura oladi. Bu bor narsa-da, hamda yo'q narsa emas. Hamda shu sababdan shu Amerikaning istihbarat tashkiloti Xitoy haqida ma'lumot yig'ib kelyapti, hozirgacha kelyapti. Bazı vaqtlarda nima Xitoy shu CIA'ninki Xitoydagi shpionlarni tutib olgan bo'ldi. Bular ko'pi Xitoy hamda. Shu Xitoy tarafdagi bu
surishtirishda yani CIA'nın ki bildiğin nurgun malumat var ekan da. Xoş. Yani demek CIA'ga işlep yurgan Xitayning soni bek ko'p, bularning ichida bir qismi shu amaldor deb o'ylayman. Chunki amaldorlarningki ko'pining baljaqi chet elda, Amerikada. Bu amaldorlarningki pulining ko'pi chet elda, Amerikada. Shuningga Amerika bilan yaxshiroq bir tırnak ichida yaxshi bir munosabat qurgan taqdirda abaqa manfaatni qo'g'day oladi. Xoş, xoş, xoş.